Demak, diqqat qiling, e'tiborimiz markazda bo'y vechera. Ko'k burchakda Blue Corner. U 23 yoshda, he's 23 years old. He's from Turkey, beautiful city Bursa. Coach Murabbiya Rustam, representing Umid Popal Fight Club, Prof record 5 fighting, 4 win and 1 loss. Ladies and gentlemen, please welcome Mahsun Shayxzadeh. Va uning raqibi do'stlar, diqqat qiling. Oktagonning qizil burchagida u 24 yoshda O'zbekiston Serquyosh Buxoro o'g'lona. Qo'l jangi bo'yicha sport ustaligiga nomzod murabbiy Muzaffar Rajabov, Amir Temur Buxoro sport klubi a'zosi, bo'yi 185 cm, prof rekordda 3 ta jang, 2 ta g'alaba, 1 ta mag'lubiyat. Olqishlab qo'yamiz. Azizbek Ramazonov. Har ikkala jangchi bizga yana bir bor tanishtirib o'tildi. Barcha va barchasi tayyor. Kechaning asosiy jangi Mahsun Shayxzadeh Azizbek Ramazonov qarama-qarshiligi. Omad tilaymiz yo'ldoshimizga, Ramazonovga va uni qo'llab-quvvatlovchi muxlislar ham albatta kam emas. Universal sport majmuasiga Buxoro shahridagi yig'ilgan va birinchi raund boshlandi. Ehtiyot bo'lish kerak. Raqib oyoq zarbalar juda yaxshi, juda mukammal amalga oshirilgan. Hayajon chap qo'lda yaxshi zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi Ramazonov. Aytib o'tdim hozir, darhol high kick yo'llashga muvaffaq bo'lyapti. Middle kick, ikkinchi zarbasi bilan javob qaytaryapti Ramazonov. Chap qo'l to'rdan yo'llangan zarba, yana chap qo'l ikkinchisini ulayapti darhol. Og'ir, vazn og'ir. Mana shu aylanma zarbalardan, oyoq zarbalaridan ehtiyot bo'lish kerak. Mukammal amalga oshiradi. Qo'l doim yuqorida Ramazonov. Azizbek chap qo'l, o'ng qo'l masofani qisqartiryapti, jangni parterga o'tkazishga harakat qilmoqda. Raqibda ham bu borada tajriba bor. Ko'rib chiqdik janglarni, ochiqni aytib o'tamiz do'stlar. Ammo Ramazonov Ramazon oylardan emas, hozir ko'taryapti va jangni parterga o'tkazishga muvaffaq bo'lmoqda. Saqlab qolish kerak mana shu joylashuvni. Ammo ehtiyot bo'lish lozim. Bosim oxirigacha amalga oshiryapti. Yaxshi ushlab oldi oyog'ida. Yaxshi. Turib olyapti. Tirsakda zarba, ikkinchisi yiqityapti yana bir marotaba. Azizbek. O'tmadi zarba, ikkinchisi, uchinchisi. Qarang, noyob zarbalardan birini yo'llayapti. Nafas olib rostlab olish kerak ekanligini uqtiryapti Rajabov. Va yiqityapti. Noqulay vaziyatga tushib qolmoqda Ramazonov. Va aylanib o'tmoqda hozir Mahsun Shayxzadeh. Turish kerak, nima bo'lgan taqdirda ham imkon qadar tezroq zarbalar o'tkazib yuborish kerak emas. Bardoshli Ramazonov. Mountga chiqib olyapti hozir raqibi. 3 daqiqalik vaqt bor. Raund yakuniga yetishiga o'z ustidan og'dirib tashladi-yu, ammo hali vaziyatni oxirigacha yetkazmadi. 3 burchakma. 2 ta zarba, uchinchisi. Kimura bilan chiqib ketish kerak ekanligini uqtiryapti. Qiyin vaziyat Ramazonov uchun. Xabgard chamamda. Xabgard. Kimura bu yerda amalga oshirish biroz qiyinroq bo'ladi. Xabgarddan yog'ini chiqarib olishga harakat qilyapti. Mahsun Shayxzadeh.
Tamam bacım, zey. Молодец. Ne alımla kokudası, dassı dassısın tamam. Yazını yıpratmayasın. Tamam, yiravundan ne kulladın? Dada yiravun. Turgan holatga o'tkazish kerak agar raqib faollik ko'rsatmasa. Va turyapti Azizbek Ramazonov. Turishga hali harakat ko'ryapmiz. 3-nuqta yerda bu degani zarba yo'llay olmaydi va oyoq zarbasida ehtiyot bo'lish lozim. Va bo'l chiqib ketdi. Qo'llarni yoygan holda mana endi qo'l zarbalari. Albatta Universal sport majmuasiga yig'ilgan muxlislar o'zi olqishlashadi. Chap qo'l yaxshi zarba o'tyapti. Oyoq zarbasida ehtiyot bo'lish lozim. Faqatgina mana shu. Chap qo'l, o'ng qo'l o'tyapti. Va majbur endi turkiyalik jangchi hozir jangni parterga o'tkazishga harakat qilishdi. Qancha qoldi? So'nggi daqiqa. Qo'l zarbalari yaxshi o'tyapti va mana shunday davom ettirish lozim. O'ng qo'l, chap qo'l, o'ng qo'l. Ortidan va o'rnida turgan holda hozir muxlislik qilyapti Azizbek Ramazonovga. Middle kick turkiyalik jangchidan ko'ryapmiz. O'ng qo'l zarba o'dira oldi. Shayxzadani Azizbek Ramazonov yana o'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba ketdi. Qalqidi raqib, qalqidi. Yana o'ng qo'l zarba mo'ljalga boryapti. Chap qo'l chap, yana o'ng qo'l, chap qo'l, o'ng qo'l. O'ng qo'l uppercut zarbasi ortidan 20 soniya vaqt qolyapti birinchi raund yakuniga yetishiga. Ramazonov tizada zarba chiqib ketish kerak burchakdan. Ana endi turkiyalik jangchi jonlanmoqda. Va birinchi raund yakuniga yetmoqda. Qanday ehtiroslar bilan ko'rsatilyapti Muzaffar Rajabov. Nozim Qalandarov, Mirzo Murodov. Barcha qo'shib beryapti. Davod Mirsalimov ikkinchi raund boshlanishiga ijozat beryapti va ikkinchi raund boshlandi. Qo'l zarbalarida yaxshiroq ko'ryapmiz. Ramazonov faqat raqibning oyog'ida ehtiyot bo'lish lozim. Chap qo'l. Turish holatini o'zgartiryapti. Jab yaxshi qarshi olyapti. O'tmadi hozir zarba, afsus. So'ng qo'lda turish holatini ham o'zgartiryapti Ramazonov. Middle kick, qoringa yo'llayapti zarbani turkiyalik jangchi. Chap qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba. Yana ikkilik zarbasi, zarba qabul qilib olyapti. Qarama-qarshi mo'ljaliga bormoqda va parterga o'tyapti. Kimura so'ralyapti, lekin gardni yopish kerak. Kimurani boshlash uchun gardni yopish lozim. Uch burchak holati so'ralyapti bu yerda. O'z ustidan o'tirib tashladimi? Yo'q. Bu yerda aynan turkiyalik jangchi Mahsun Shayxzade yon taraflama nazoratga o'tib olishga harakat qilib ko'rdi va endi u Kimura amalga oshirish uchun qulay imkoniyatga ega bo'ladi. Lekin Kimuradan ko'ra zarbalar yo'llashni ma'qul topyapti. Har qanday hujum amalga oshirish mumkin. Aslini olganda mana shu joylashuvdan. Tirsagini ishga solgan holda hozir turkiyalik jangchi va aytib o'tdim-ku, mana Kimurani boshlayapti.
boshlayapti Kimurani. Shehzoda. Backmount o'rnashib olyapti va qiyin vaziyat endi. Ramazonov uchun qiyin holat. Og'ir zarbalar o'tkazyapti va aylanib olyapti. Turish kerak. Raqibni ushlab olish kerak. Qoyil. Juda murakkab backmount holatidan chiqib ketyapti. Har holda, hali to'liq emas. Ammo o'sha holatdan qochishga muvaffaq bo'lyapti. Ammo aylanib olyapti turkiyalik jangchi. Ko'proq kuch saqlab qolganga o'xshaydi. Turyapti o'rnidan. Turib oktagon chetidan foydalangan holda hozir qochishga urinib ko'radimi? Yo'q, aylanib olyapti. Azizbek Ramazonov. Tirsak zarbasi yana. Yana mount. Hali 2 daqiqa bor ekan bu raund yapilgach. Yana zarbalar yog'di. Javob qaytardi. Taslim bo'lmaydi. Xarakteri bor, lekin odatda bilamiz son sifatga aylanishi mumkin. Yana backmount holati. Yana murakkab vaziyat. Yana zarbalar. Boshning ortiq qismiga zarba yo'llash mumkin emas. To'xtamasdan zarbalar qabul qilyapti va aylanib olyapti. Ana endi arm triangle o'tkazdi oyog'ini bu tarafga. Diqqat bilan Davud Mirsalim qarash kerak sportchining holatiga. Bo'ldi. Jang yakuniga yetmoqda. Aytdim-ku, taslim bo'lmaydi Aziz Ramazonov. Hamma joyda Muzaffar Rajabovning o'zi chiqyapti. Olqishlashyapti mana shu jangni. Hammasi joyida. Qo'ldan kelgan barcha ishni bajardi. Hech qisi yo'q. Ajoyib inson. Juda samimiy inson Aziz Ramazonov. Xarakteri ham o'ziga yarasha, ammo raqib, men reportaj avvalda aytib o'tdim, jang avvalida raqib juda kuchli deya, haqiqatdan ham o'zining kuchli jihatini ko'rsatdi. Backmountdan zarbalar yog'di, shundan so'ng arm triangle uchburchak holatida bo'g'ishga muvaffaq bo'lmoqda. Shu tariqa g'alaba qozonyapti. Hammasi joyida, o'ylaymizki, hech qanday dadil bo'lishni so'rayapti Muzaffar Rajabov. Kuchli raqib tanladi mana shu yubiley turnirda. Yonson raqiblar ranchidan buyon yo'q bu yerda. Shunchaki janglar yo'q bu yerda. Har bir raqib hatto qisqa fursatda tanlanish kerak bo'lsa ham tanlanadi. Mana shunday jarayon. Turkiyalik sportchi o'z ishini qoyilmaqom tarzda bajardi. Bunga hech qanday e'tiroz yo'q. Maqsud natijasi Shehzoda. 3-daqiqa 43-soniyada submission bo'g'ish uslubi bilan g'alaba qozonmoqda. Ko'k burchak Maqsud Shehzoda g'alaba qozonyapti turkiyalik jangchi. Ha, mana shunday o'tmoqda do'stlar. ATF 30-yubiley turniri birgalikda qiziqarli qizg'in janglarni tomosha qildik. Oldinda siz albatta Yevropa Ligasi futbolchilar shu kutib turibdi. Men tezligini efirni o'shanga beraman. Siz bilan rejissyor Davron Mansurov, Shahlo Sardor Bekrakimov bo'ldi. Ko'rishguncha. Sadece ben bugün kazanmaya çok ihtiyacım var. Ata Bayraktar, o Çinliyi geri istiyorum. O bana rakip değil. Bu sefer hakem kararına gitmeyecek çünkü sakat olmayacağım. Burada bana destek veren, maddi manevi sürekli yanımda olan Can Grup ekibine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Laçin Satogil abime teşekkür ediyorum. Nikrotek, doğum günü kutlu olsun Laçin abi, sağ ol, Allah razı olsun. Cafer abi teşekkür ediyorum. Antalya, Murat Abdullahi abime teşekkür ediyorum her zaman yanımda olduğu için. Allah herkesten razı olsun. Rüstem kardeşim, doğum günün kutlu olsun.
O bugün yanıma geldi, doğum günüydü. Allah razı olsun Uzbekistan. Görüşmek üzere. Sağ ol.